Mana Nabiram, Islombek hozir bog'chadan keldilar. Mana Mo'minaxon, mana Mahmudjonning nabiralari. Hozir birga o'ynashadi bular. O'ynashadi, kuylashadi. Qani bog'chada o'rgangan bir she'ringizni aytib beringchi. Qo'y bobojon oppoq, peshonasi yalpoq, hassas yuzin so'kib, bedi o'yinchoq. Mo'minaxon. Men-chi daryo bo'laman, goh erib, goh muzlayman. Menda yashar baliqlar, kit, qisqich, baqasi o'tlar. Va bularni qayerda o'rgangansiz? Bog'chada. Bog'chada. Bog'cha opalaring yaxshimi? Endi bog'chadan xudo xolasa maktabga borasizlar. Maktabda ham juda chiroyli she'rlarni o'qiysizlar. Ertaklar aytib berishadi. Men to'rtta Alini ko'rib qoldim. Qayerda? Uni ko'rsada. Ko'chadami? Chaqirmaysizmi bakka? Yo'q. Nimaga? Chaqirish kerak edi. Endi hozir Mo'minaxon bilan birga o'ynaysizlar. Qani naryoqdan xayrlashingchi, pastga tushib xayrlashing. Hayır. Men sizlarni Ben sizlerden qo'yaman.